Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun brifingda ekologik atrof muhofaza qilish, iqlim o'zgarish boshqarmasining Sayxunobod tuman bo'limi tomonidan 2025-yil 1-chorakda oshirilgan ishlar xususida so'z yuritamiz. Sirdaryo viloyati ekologik atrof muhofaza qilish Sayxunobod tuman bo'limi tomonidan o'z ish faoliyatimizda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning farmon va qarorlari, farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi ekologik atrof muhofaza qilish vazirining buyruqlari, Sirdaryo viloyati hokimining qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat tomonidan tasdiqlangan nizom talablariga asosan davlat nazoratini olib bormoqdamiz. O'tkazilayotgan nazorat tadbirlari to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Sirdaryo viloyati ekologik atrof muhofaza qilish iqlim o'zgarish boshqarmasining Sayxunobod tuman bo'limi tomonidan 3 oy davomida 110 ta reyd tadbirlari o'tkazildi. Bo'lim davlat inspektorlari tomonidan 84 ta javobgarlikka tortildi. Inspektorlar tomonidan 81 million so'm jarima solindi. 31 million so'm jarimasi undirildi. Shundan moddalar kesimida bo'ladigan bo'lsa, atmosfera havosini muhofaza qilish yo'nalishi bo'yicha tumandagi jami 42 nafar fuqaroga ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 88-modda 1-3 qismi bilan asosan jarima bo'ldi va 42 million 813 so'm miqdorida jarima bayonnoma rasmiylashtirildi. Tabiatga yetkazilgan zarar 20 million. Suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha tumanda 8 nafar fuqaroga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, 70-72 moddalar bilan jami 22 million 875 ming so'm miqdorida jarima bayonnomasi rasmiylashtirildi. Bioxilma-xillikni asrash va kadastr yuritish bo'yicha tumanda 3 nafar fuqaroga ma'muriy bayonnoma to'g'risida kodeksning 79-90-95 moddalarga asosan 22 million so'm jarima rasmiylashtirilgan. Tabiatga yetkazilgan zarar 85 million 125 ming so'm. Chiqindi bilan bog'liq ishlar amalga oshirish bo'yicha tumandagi 31 nafar fuqaroga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 11 million 250 ming so'm jarima bayonnomasi rasmiylashtirilgan. Yashil makon umumiy loyihasi bo'yicha Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida joriy yilda bahor mavsumida 1 million 69 ming ko'chat ekish rejalashtirilib, hozirgi kunda qadar jami 1 million 69 ming 99 tup ko'chatlar ekilib, rejaga nisbatan 100% ga bajarildi. Ekilgan daraxt va buta ko'chatlarni elektron platformasiga to'liq kiritilib, barcha hududlarda daraxtlar to'liq raqamlashtirish yo'li bilan xatlovdan o'tkazildi. O'rmon barpo etish, qayta ishlash tadbirlarini davom etish bo'yicha Sirdaryo viloyati o'rmon xo'jaligi tomonidan 25-yil bahor mavsumida 2 gektardan ortiq maydonga daraxt ko'chatlari ekildi. Tumanda atrof-muhitga ta'siri xavfi 1-2 toifaga korxonalar tomonidan o'z mablag'i hisobidan 15 ming dona ko'chatlar ekilib korxonaning atrofi va ularga tutash hududlarda jami 2 gektardan ziyod bo'lgan yashil belbog'lar tashkil etildi. Chiqindi bilan bog'liq ishlar bo'yicha tumanimizda tuman aholi 82 mingdan oshiq aholimiz bor. Shundan ularga sanitar tozalash yo'nalishlari bo'yicha tuman toza hududimiz tomonidan aholiga 54.615 aholiga xizmat ko'rsatadi. Tumanimizning mahallalar kesimida 19 ta bo'lib, qamrov olingan mahallalar soni 16 ta. Hozirgi kunda toza hudud balansida 9 dona maxsus texnikalar mavjud bo'lib, shundan 8 donasi maxsus chiqindilarni tashish mashinasi xizmat ko'rsatadi. Mavjud maxsus texnikalarga, vositalarga GPS moslamalar o'rnatilgan. Tumanimizda bitta ikkilamchi xom ashyo ishlab chiqaradigan, xom ashyo qabul qiladigan korxonalar mavjud bo'lib, 12 tonna ikkilamchi xom ashyo qabul qilgan 3 oy davomida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.